Davom etamiz. Tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasi va savdosi ochiqdan-ochiq yashirin iqtisodiyot ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bojxonachilar va huquq-tartibot organlari tomonidan 2026-yil birinchi choragida 38 milliard so'mlik tamaki mahsulotlari kontrabandasiga chek qo'yildi. Hozir shu haqda. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-aprelidan boshlab respublikamizda tamaki mahsulotlari savdosi faqat elektron to'lov vositalari orqali, ya'ni naqd pulsiz amalga oshirib kelinmoqda. Shunga qaramay, katta yo'l chetlarida tamaki mahsulotlari savdosini bamayli xotir amalga oshirayotgan shaxslarni qanday tushunish mumkin? Ular tomonidan sotilayotgan tamaki mahsulotlarining manbasi nechog'lik rasmiy va qonuniy? Bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Toshkent shahar bojxona boshqarmasi va ichki ishlar idoralari vakillari bilan hamkorlikda poytaxtimizning Shayxontohur tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda serqatnov ko'chalardan birining chetida tamaki mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxsga tegishli Damas avtotransport vositasi to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur transport vositasida qiymati salkam 34 million so'mlik 848 quti tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida ushbu shaxs istiqomat qilayotgan xonadon ham belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida bu yerda qiymati salkam 390 million so'mlik 9700 donadan ziyod tamaki mahsulotlari qonunga xilof tarzda saqlanayotganligi fosh bo'ldi. Mazkur holatda tamaki mahsulotlaridan 51 turdagi 5322 qutisi O'zbekiston Respublikasining aksiz markalari bilan qadoqlanmagan ham. Shunday qilib, ushbu holatda olib qo'yilgan 10567 quti tamaki mahsulotlarining jami qiymati salkam 423 million so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning dastlabki choragida respublikamiz bojxonachilari tomonidan aniqlangan 240 ta bojxona qonun buzilishi holatlari qiymati 38 milliard so'mlik 2,2 million quti sigaretlarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishi va ichki hududdagi yashirin aylanmasiga chek qo'yildi. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Sohiba Akromova, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.